Kimki ayoli homilador bo'lsa, unga yaxshi so'zlar gapirsin. Xosatan tug'iladigan bolasiga, ya'ni ayolini qornini silab turib, har safar 5 xil mavzuda bir hikoya aytsin deydilar. 5 xil mavzudagi hikoya, ularning 4tasi boshqa bo'lsin, har safar aytilganda. Ichida bittasi doim takrorlanadigan hikoya bo'lsin deydilar. Farzand tug'ilgandan keyin ham ota o'sha farzandiga qarab aytsin. 5 ta hikoya aytsin, 4alasi boshqa, bittasi o'sha doim takrorlab kelayotgan hikoyasi bo'lsin deydilar. O'sha hikoya kelganda farzand qimirlaydi, otaga qaraydi, o'zini boshqacha tutadi, xatti-harakatlar bilan deydilar. Demak, homiladorlik paytidagi onaga bo'lgan munosabatlar farzandga ham katta ta'sir ko'rsatadi. Shuning uchun hozirgi kunda nervenli bolalar ko'payadi. Nimaga? Ota ko'p achchiq qilgan, do'q qilgan yoki har xil kasallar bilan tug'iladi. Bularning hammasi tashqi muhitda omillari hisoblanadi.